Bo'ldimi? Endi ketsam bo'ladimi? Bo'ldi, rahmat dadajon. 5 marta aytib berdim-a, qizim? Boshqa ayttirmaysan-a? Mayli, yaxshi dam olgin, qizim. Bo'pti, asal qizim. Yaxshi dam olgin. Xo'p. Mushukchini yaxshilab quchoqlab uxlagin, xo'pmi? Xo'p. Qani? Uxladimi? Albatta. O'zini oppo'g'oyga o'xshatadi. Boshqa ertaga aytaman desam yo'q deydi. 5 marta ertaga aytib berdim o'zi ham. Ertaklar ichida yashaydi qizimiz. Xudo xohlasa. Uyingiz tinchmi? Meni qizim Malika bo'ladi. Ha, tinch. Bugun o'g'lim bilan gaplashdim. Bu tabiiy hol. Hech qaysi farzand Onasini yonini olyapti. U meni tushunishni istamadi. onasini tashlab ketilishiga jim qarab tura olmaydi. Ta'na qilishlariga, endi hamma sizdan voz kechishiga. O'g'lim meni tushunadi deb o'ylardim. Psixologlar shunaqa deyshdimi? Buni Mo? tayyor bo'lib turishingiz kerak. Bu ikkinchi etap hisoblanadi. Ancha avval aytishgan. O'zimni hammasiga tayyorlaganman. Hamma jarayonlarni o'tib bo'lgan. Men sizga turmushga chiqishimdan avval siz uchun nimalardan kechganimni bilmaysiz. Baraka top, rahmat. Hozir meva beraman. O'zimni aqlligim ey. Mana. Lekin qayerga boramiz? Uyingiz yo'qmi? Bu yerdan kechga ketamiz. Meni uyim yo'q. Kvartirada turardim. Hali bu dugonamning uyida yashab turaman. O'zim-ku amallab hali u dugonam uni pulini to'la olmaganim uchun chiqarib yuborishgandi. Lekin seni olib yura olmayman deb. Yana bir telefon qilib ko'raylik. Oyimdan xabar olish kerak. Kecha telefonni olmaganiga yana qilishga qo'rqyapti. Men oyimga va'da berganman, senga qarab turaman deb. Oyimni kutib o'tirishim kerak. Men nima qilaman? Lekin bu yerdan ketmasang bo'lmaydi. Bo'pti. Ular bizni bilmaydigan, topmaydigan joyga ketaylik. Ana ular yana kelishsa-chi? Oyinga telefon qilib ko'raychi. Xo'p, hozir. Sizga qo'ng'iroq qilishyapti. Ha, o'rtoq yaxshimisan? Sabish, yaxshimisan? Bormisan? Allo, Allo. Dilnoz keldimi? Va alaykum assalom. Qizim yaxshimisan? Assalomu alaykum oyijon. Ha, Dilnoz keldi. Mana yonimda. Bering unga. Oyi, mendan xavotir olmang. O'zingiz ehtiyot qiling. Senga hech narsa qilishmadim. Qo'rqmadingmi? Yo'q, nima qilishmadi? Men bu yerdan hali beri chiqmayman. Dilnoz gaplarimni eshit. Dadangni izlab top. Oyi, nima siz naqamashyapti? Men chiqishim bilan seni oldinga o'zim boraman. U bilan yashab tur. Qancha muddat berishlarini bilmayman. Shunaqa. Oyi, dadamni tanimayman-ku, qanaqa yashayman? Har holda kam emas. Bo'lmasam seni bolalar uyiga jo'natib yuborishlari mumkin.